Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan judayam mazali qovurma chuchvara tayyorlaymiz. Og'izda erib ketadigan, xamirlari kumur-kumur bo'ladigan chuchvara bo'ladi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Bizga iliq 100 gramm suv kerak bo'ladi. 100 gramm sariyog' ishlatdim men. Yarim choy qoshiq tuz, bitta tuxum va 500-550 gramm atrofida un kerak bo'ladi. Sariyog' o'rnida boshqa yog'lardan ham foydalanishingiz mumkin. Misol uchun, kungaboqar yog'i yoki mol yog'idan foydalanishingiz mumkin. Xohishga qarab. Yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz mayin va juda ham yumshoqqina bo'ladi. Uni selofan paketga solib, yarim soat, 1 soat davomida tindiramiz. Tindirish davomida orada 1-2 marotaba mushlab qo'ysak bo'ladi. Xamirimiz tingunicha biz qiymamizni tayyorlab olamiz. Tovaga yog' solib, 2 dona piyozni mayda to'g'rab, qovurib olamiz. Piyozlarimiz biroz yumshab, qovurilgach, unga 300-350 gramm atrofida qiyma solamiz. 1-2 dona kartoshkani qaynatib qo'yamiz. Uni pyure qilib olishimiz kerak. Qiyma va piyozni biroz qovurgach, tuz, ta'bga qarab ziravorlar, biroz zira, murch, kashnik urug'i ta'bga qarab qo'shishingiz mumkin. Qiymamizni yaxshilab qovurib olgach, qopqog'ini yopib, gazni past qilib dimlab qo'yamiz. 15-20 daqiqa davomida dimlanib turadi. Kartoshkani pyure holatiga keltirib olgach, pishgan qiymamiz bilan aralashtirib olamiz. Tuzlarini me'yorida ta'bga qarab to'g'rilab olamiz. Qiymamiz yaxshilab sovib turgunicha xamirimizni yoyib olsak bo'ladi. Mana tinib turgan xamirimiz ko'rsangiz bo'ladi, juda ham mayingina va yumshoqqina, osongina yoyiladi. Xamirimizni yupqaroq qilib, chiroyli qilib bir tekisda yoyib olamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Videomiz sizlarga foydali bo'lsa, like bosish yodingizdan chiqmasin. Izohlarda ham fikrlaringizni kutib qolamiz. Telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Telegram kanalimizda YouTube'da yo'q retseptlarni topishingiz mumkin. Bundan tashqari, Telegram kanalimizda pullik onlayn kurslarimiz ham mavjud. Siz uydan chiqmagan holda, pullik onlayn kurslarni xarid qilgan holda eng zo'r pazandaga aylanib, eng zo'r retseptlarni o'rganishingiz mumkin. Xamirni o'zingizni xohishingizga qarab, kattaroq yoki kichikroq qilib kesib olishingiz mumkin. Albatta, hamma o'zini xohishiga qarab, kimdirlar maydaroq, kimdir kattaroq qilib kesib chuchvara qiladi. Menda biroz maydaroq. Xamirni bir xil kattalikda, santimetrda o'lchab kessangiz, hamma chuchvaralar bir xil kattalikda chiqadi, chiroyli bo'lib. Shunaqa gulli pichoqda kesib olsak, chuchvaramiz yana ham chiroyli chiqadi. Xamirimizni kesib olgandan so'ng, 1 choy qoshiqdan qiymamizdan solib, chuchvaramizni to'kib olamiz. Qozonga yog' solib, o'rta olovda qizdirib qo'yamiz. To'kib olingan chuchvaralarni qozonga solib, o'rtadan biroz pastroq olovda
Chiroyli rangga kirgunicha qovurib olamiz. Sho'ralar judayam qizarib ketmasdan turib olovdan olish kerak, chunki yog'dan olganingizdan keyin yana qizarishda davom etadi biroz. Mazali va og'izda erib ketadigan xamiri kumir-kumir bo'lgan chuchvaralarimiz tayyor bo'ldi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Videoni yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lish va layk bosish yodingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.